Men islomdagi ayolman. Shu bilan birga zamondan ortda qolishni ham istamayman. Ya'ni kiyinishda iloji boricha zamonaviy ko'rinishga harakat qilaman. Albatta islom chegarasida. Shu chegara to'g'risida ma'lumot bersangiz, masalan, shim va hokazo kiyimlar haqida. Avvalo savol beruvchi singlimizga shu islomda bo'lganliklari, ayol kishining musulmoncha kiyinishi ma'nosiga qiziqib, shunga amal qilish uchun harakat qilayotganlari uchun tashakkur aytamiz. Bu masala demak hammamizga ma'lum, mashhur va ko'pgina tortishuvlarga ham sabab bo'lib kelayotgan masala hisoblanadi. Balog'atga yetgan muslima ayol albatta kiyinishda o'ziga yarasha bir ko'rinishga ega bo'lishi kerak. Bu shariatning hukmi, Allohning amri, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning ko'rsatmalaridir. Xo'p, kiyinishda umumiy qilib aytadigan narsa shuki, ko'chaga chiqqanda boshqa begona kishilarga ko'rinishi imkoni bo'lgan vaqtida mo'mina, muslima ayollar yuzlarini va qo'llarini shu bo'g'inidan past tarafini ochib yurishlariga ruxsat. Endi o'sha kiyinadigan kiyimlar qandoq bo'lishi kerak degan ma'no. Savol ham mana shu to'g'risida kelyapti. Bunday kiyimlar demak go'zal, chiroyli, sarishta bo'lishi nihoyatda yaxshi bo'ladi. Lekin chegara shuki, ana o'sha to'silishi lozim bo'lgan, badanning to'silishi lozim bo'lgan qismiga kiyiladigan kiyim birinchidan o'ta yuqa bo'lib, kiyimni ostidagi badanni ko'rinishiga xira bo'libmi, boshqa bo'libmi, ba'zi jihatlarini ko'rinishiga olib boradigan bo'lmasligi kerak. Ya'ni ma'lum miqdorda qalin kiyim bo'lishi kerak. Yuqa bo'lib, ostidagi narsa ko'rinadigan, bilinadigan, seziladigan darajada bo'lmasligi kerak. Ikkinchidan, ana o'sha kiyim o'ta tor bo'lib, o'zini ostida turgan badanni demak bo'rtib chiqib turadigan joylarini, boshqa joylarini vasf qiladigan darajada bo'lmasligi kerak. Mana shu asosiy shartlar shu. Demak, kiyim o'ta yupqa va tor bo'lmasligi kerak. Avrat hisoblangan joyni to'liq to'sib, begonani ko'zidan asrab turishi lozim. Shu bilan birga ulamolarimiz aytadiki, juda ola-bula bo'lib, e'tiborni tortadigan, uzoqdagi odam ham bir qayrilib qaraydigan darajada ranglar, shunaqa holatlarda bo'lmasligi ham odobdan deb aytadilar. Xo'p, bu endi ko'chaga chiqqanda, ko'pchilikning ichiga kirganda satr avrat uchun kiyiladigan shar'iy kiyimni vasfi bo'ldi. Uy ichida, mahramlarini oldida, demak, o'zining, demak, oilasining ichida bu bundoq bo'lishi shart emas, balki boshqacharoq kiyinsa ham ana shu oilani odobi ko'taradigan holatda bo'laveradi. Chunki bu yerda nomahram yo'q, boshqa bir odamlarning kirib qolish xavfi yoki xatari yo'q. Ana shuning uchun bu sharoitlarda aynan bir guruh ayollar bo'lsalar, bu holatlarda demak xohlagan chiroyli kiyimlarini kiyishlari, xohlagan demak o'sha odob, madaniyat taqozosidagi did bilan kiyingan narsalarini kiyishlari mumkin. Lekin ko'chaga chiqqanda o'sha kiyingan kiyimlarning ustidan haligiga o'xshagan kiyim kiyishib olishi shartdir, lozim va lobuddir. Endi alohida kiyimlarni so'rash ma'nolari bo'lsa, mana shim yoki boshqalarni, bularni demak